Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 12 noyabr dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar Cumhuriyet kunini xotirladi. Ba'zi davlatlardagi Uyg'urlarning qurboniylik yig'ilishini Cumhuriyet kuniga qo'shib o'tkazganligi ma'lum. Bu munosabat bilan Amerikadagi Uyg'urlarmi bir yerga jam bo'lib, bu qutlug' kunni xotirladi. Yig'inda Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabia Qodir xonim nutq so'zlab, ikki Cumhuriyetning ahamiyati, roli, uning bugungi Uyg'ur davosiga ko'rsatayotgan ta'siri haqida to'xtaldi. Rabia Qodir xonim ko'pchilikni ittifoqlik, birlikni kuchaytirib, ajdodlar ro'yini joriy qildirib, kelajakka yuzlanishga chaqirdi. Shuningdek, Uyg'ur milliy kurashining hech qachon to'xtab qolmaydiganligini ta'kidladi. Bu xillik tabriklash faoliyatlari O'rta Osiyo, Yevropa ellari, Avstraliya, Turkiya ham dunyoning boshqa joylaridagi Uyg'urlar to'plashib o'tiraqlashgan shaharlarda birdek o'tkazildi. Uyg'urlar 20-asrning 30 va 40-yillarida orqa-orqadan ikki qitim mustaqillik jakalab, Uyg'ur yaqinqi zamon tarixida shonliq sahifa ochgan. Ma'lum bo'lishicha, 1 soatlik darsning 10 minut qismini Uyg'urcha so'zlagan oliy maktab o'qituvchisi sinfdan haydab chiqarilgan. Vaqa 2007-yil 11-oyda Urumchidagi bir oliy maktab darsxonasida yuz bergan. Darsxonada 80 nafar Uyg'ur va qozoq o'quvchi bor bo'lib, o'qituvchi Tursunjon o'rinlashtirish bo'yicha darsni xitoycha so'zlagan. O'tir maktabni ona tilda bitirgan bu o'quvchilar darsni tushunmagan. 2 soatlik vaqtning buyida o'tib ketayotganligiga echingan o'qituvchi Tursunjon oxirgi 20 minutni Uyg'urcha so'zlashga ayirib, darsni ona tilda so'zlab 10 minut o'tmasdan maktab mas'ullari sinfga besib kirgan. Ular Tursunjonni darsdan to'xtatib, sinfdan elib chiqib ketgan. Bu Xitoy qonunida avtonomiya huquqi berilgan Uyg'ur rayonining markazida yuz bergan bir voqea. Tursunjonning navbatdagi ahvoli hozircha bizga noma'lum. 10 yildan ortiq zahar cheklash natijasida Uyg'ur elida yosh o'smirlar orasida zahar chekuvchilar soni nisbatan kontrol qilingan bo'lsa-mu, lekin zahar savdosi yanada yoshirin holatga o'tgan. Uyg'ur eli Xitoy bo'yicha zaharlik chekimlik chekuvchilar soni va nisbati jihatda izchil oldingi o'rinda turib kelayotgan rayonlarning biri. Osiyo Kindiki gazetining avgust e'lon qilgan bir xabariga qaraganda, Uyg'ur eli miqyosida tizimlatgan zahar xumorlar 40 mingdan oshgan. Halbuki Yarp zahar cheklash to'rining Urumchi kashlik gazetining iyuldagi xabaridan naql keltirishcha, Uyg'ur elida zaharlik turli shakllarda setilgandan boshqa zahar savdosimi texmi yoshirin holatga kirgan bo'lib, buning bilan cheklash xizmati texmi qattiq raqobatga duch kelgan. Qarmay 2-o'tir voqeasini shu maktabda o'qiyotgan, Qarmayga texi yerlashmagan Qarnopus Xitoy farzandlarining sodir qilganligi oshkorlandi. Bu vaqtdagi uchurlarni mazkur voqeadan xabardor radio anglag'uvchilarimiz ta'minlagan edi. Ziyoratimizni qabul qilgan maktab mas'ullarimi Qarmaydagi barliq Qarnopus Xitoy farzandlarining Uyg'ur o'tir maktabiga o'rinlashtirilganligi, shu sababdan maktabning tartib intizomidan boshqa o'qitish natijasining Qarmay bo'yicha oqib qolganligini bayon qildi. Bu yil 10-oyning 13-kuni Qarmay shaharlik 2-o'tir maktabda milliy to'qinish voqeasi yuz berib, hatto Uyg'ur qiz o'quvchilarmi yaralangan edi. Osiyo tinch okean iqtisodiy hamkorligining bu navbatlik oliy darajaliklar uchrashuvida Amerika o'zining tinch okean davlat ekanligini yana bir qatim ta'kidladi va Xitoy qatnashtirilmagan bir erkin savdo chemberiga hosil qildi. Mazkur hamkorlikning bu navbatlik uchrashuvi 12 va 13 noyabr Havayning poytaxti Honoluluda ochilgan. Tinch okeanni halqagan erkin savdo kelishimi hosil qilish bu yig'indagi eng muhim kun tartibga qo'yilgan masalalarning biri bo'ldi. Tinch okeanni halqagan savdo chemberi Osiyo tinch okean iqtisodiy hamkorligining ostidagi savdo sherikchilik gavdasi bo'lib, Bruney, Chili, Yangi Zelandiya, Singapur qatorliq davlatlar orasida 2005-yil tashkillangan. Növbətdə bu erkin savdo chemberiga yana Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Peru, Vyetnam qatorliq davlatlar qo'shilgan. Xitoy aralashtirilmagan. Amerika Xitoy iqtisodiy va xavfsizlik ahvolini baholash komitetining raisi William Reynish Xitoyning g'arb dunyosi yaratgan har xil tuzilmalarni izchil suiiste'mol qilib kelganligini bildirdi. U bu vaqtdagi so'zlarni 2011-yillik dokladni e'lon qilish yuzasidan chaqirilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida o'tirib qo'ydi. William Reynish bu vaqtda to'xtalib,
sobiq Amerika savdo vakili Robert Zolikning bundan 10 yil burun Xitoyni xalqaro sahnada mas'uliyatchan davlat bo'lishga chaqirganligi, holbuki 10 yildan keyinmi ahvolda o'zgarish bo'lmaganligini ko'rsatdi. U mundaq dedi: "Biz shuni tunib yetdikki, Xitoyni ular 150 yildan buyon o'zgartib, rad qilib kelayotgan G'arbning iqtisodiy va siyosiy sistemasiga tartiblik va sipta singib ketalaydi deb ishonish bir quruq xiyoldan iborat ekan." Uningdan boshqa Xitoy Kommunistik partiyasimi o'z umrini G'arbning qimmat qarshini inkor qilish bilan o'tkazdi. Yig'in 16 noyabr Washingtonda chaqirilgan edi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.